Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bir korobka Faberlik uy uchun mahsulotlarni raspakovkasini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi mahsulot bu Petno va Detel kislorodli universal dog' ketkazuvchi vosita suyuq shaklda. Buni qanday ishlatamiz? Demak, ma'lum bir dozasini tog'orada suvga solib qo'yasiz va unga dog'li kiyimlarni botirib qo'yasiz. Bu universal, ko'rayotganingizdek barcha dog'li matolarda ishlatish mumkin, lekin yumshoq va nafis kiyimlarga ehtiyot bo'lib ishlatishni tavsiya etgan bo'lar edim. Va uni yarim soatcha qoldirganingizdan so'ng kiyimlaringizni bemalol yuvib chayib olishingiz mumkin. Kir mashinada ham xuddi shunaqa ma'lum vaqtda ishlatishdan oldin tog'orada ivitib olsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Kir mashinani o'zida. Bundan demak bizda ikkita kelgan ekan. Keyingisi Faberlic Home seriyasidan tozalash uchun mo'ljallangan shampun, aynan glamlar va mebel jihozlar yuzasini tozalashga mo'ljallangan. Ma'lumotlarni ko'ryapsiz. Ayniqsa glam mebellarning yuzasini tozalaganingizda bu o'ziga xos hid beradi va glamlarda bilamizki, mayda zarralar, kiyim tolalari, yana nimadirlar yopishib to'da bo'lib qoladi, to'planib. Mana shu to'plamni bartaraf etishga yordam beradi. Yaltillab, rangdor, chiroyli bo'lib chiqadi sizning glamlaringiz va mebel jihozlaringiz yuzasi. Keyingisi men eng yaxshi ko'rgan seriyalardan bu sprey hisoblanadi. Spreyni o'ziga xos jihati bu efir yog'lari asosida ishlab chiqarilgani uchun allergiya chaqirmaydi va foydali jihatlari ko'proq bo'ladi. Bu xona, shkaflar uchun umumiy havoni musaffolashtiruvchi Aqua Spray. Buni hididan endi ikkinchisi ham bor. Bu konditsioner hisoblanadi kiyimlar uchun. Hidi qanaqa bo'ladi? Yengil gullarni, oq shokoladni va konfetiklarni hidini o'z ichiga oladi. Mo'jiza seriyasi o'z nomiga binoan sehrli mo'jiza daqiqalar seriyasidan. Konditsionerning foydali jihatlari maxsus ishlab chiqarilgan bo'lib, u matolarni yumshatish, hid berish, ortiqcha murakkab hidlarni yo'qotishga mo'ljallangan. Uncha ketmaydigan hidlarni ham konditsioner yordamida bemalol ketkazishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisini ko'rsatib o'tayin. Demak, bu suyuq jiddiy sovun. Aynan nima uchun? Oshxona uchun mo'ljallangan. Qo'llaringizda siz oshxonada piyoz va shunga o'xshash mahsulotlarni ochganingizda, ishlatganingizda kelib qoladigan noxush hidlarni, taxtakechlar, pichoqlardagi gubkalardagi noxush hidlarni yo'qotishga yordam beradi va antibakterial ta'sirga ega. Har xil iforliklari bor. Bizga keltirilgani apelsinlik, zeleniy chayligi va boyagi seriyadan sehrli lahzalar seriyasidan keltirilganligi bor ekan. Yomon hidlarni yo'qotadi va musaffolashtirib berishga yordam beradi. Bu juda ham hamyonbop narxda va har bir ayol qizlar oshxonasida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Keyingilari bu Faberlic Home seriyasidan duxovkalarni
qozonlarni, plitalarni tozalash uchun maxsus konsentrlangan gel. Bu gel xavfsizlik darajasi bo'yicha past ko'rsatkichga ega, qo'llarni juda zararlab yubormaydi, lekin himoya vositasi sifatida qo'lqop kiyishni maslahat bergan bo'lar edim. Juda qo'lni terisiga zararli jihatlari yo'q. Ayrim demak qozon tozalaydiganlar qo'l terilarini kuydirib yuboradi-yu, o'shanaqa effekt bermaydi. Bundan qayta ishlatilganligi uchun bittadan olingan. Qozon va tovalaringiz uchun mo'ljallangan. Keyingilari bu oyoq kiyimlar uchun maxsus dezodorantlar hisoblanadi. Musaffolashtiruvchi dezodorantlar har bir oilada bo'lishi kerak. Oyoq kiyim hidlarini, terlashlarini, bakteriyalarni oldini olishga mo'ljallangan. Keyingisi dog' ketkazuvchi maxsus sprey hisoblanadi. Buni krossovkalar tagini oqartirish uchun, maxsus dog'li kiyimlar uchun, ruchka dog'lari uchun, buyumlar, shkaflar sirtidagi qandaydir ketmas dog'lar uchun bemalol universal qayerda dog' bo'ladigan bo'lsa, ketkazishga qiynalsangiz, oynamu bemalol foydalansangiz bo'ladi. Uncha ketmaydigan dog'larni ketkazadi. Yoki kiyimlarni aynan dog' sohasiga sepib qo'yib, ma'lum bir vaqtdan keyin yuvib tashlasangiz, yangidek bo'lib qoladi. Keyingisi bolalar uchun ikkitasi bitta shampun va dush geli 3 yoshdan boshlab mo'ljallangan, halol sertifikatiga ega, bolalar uchun maxsus xavfsiz. Keyingilari demak ko'mir asosida ishlab chiqarilgan ko'mirlik, demak shotkalari. Buni qora, oq va pushti rangi bor. Pushtisidan o'zim ishlataman. Uni videoga olishdan oldin o'sha qatog'i ochilgan edi. Konsentrlangan zubnoy pasta Expert Pharma davolovchi seriyadan halol sertifikatiga ega. Bu seriyani o'ziga xos jihati meditsinskiy, ya'ni tibbiy xususiyatlarga ega mahsulotlarni demak o'z ichiga oladi. Bu oyoq uchun, dezodorant, soch uchun, butun tana uchun mahsulotni topishingiz mumkin Expert Pharmadan davolovchi. Keyingisi demak bu fil suyagi tonidagi pudra, matviy pudra, yog'li yuzlarga ayniqsa juda ham zo'r ekan. Demak, bular nakladnoy qog'ozlari edi. Mana shunaqa nakladnoy qog'oz asosida sizga mahsulotlar yetkazib beriladi. Aynan o'zingizni nomingizga keltiriladi. Aynan siz Faberlic kompaniyasida ishlashni xohlasangiz, sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda xarid qilishni xohlasangiz yoki bizning mehrli komandamizga qo'shilib yuqori daromadlarga chiqishni xohlasangiz, qadrli opa-singillarimizni hamkorlikka taklif etamiz. Siz Faberlicda ishlash doirasida o'zingizni biznesingizni boshlashingiz, oilangiz uchun kerakli mahsulotlarni arzon narxlarda sifatli mahsulotlarni xarid qilishingiz va yuqori daromadlar asosida turli xildagi sovg'alarni olishingiz, kafolatlangan sovg'alarni, o'yinlarda ishtirok etib, chet elga yutuqlar yutib olishingiz imkoniyati ham mavjud. Sizlarni komandamga taklif etib qolaman. Yoki shunchaki xarid qilishni xohlasangiz, umumiy fikrlaringiz bo'lsa, ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bemalol
qoldirilgan raqam telegramiga murojaat qilishingiz yoki shaxsiy o'zingizni raqamlaringizni qoldirishingiz mumkin kommentariyada. Men siz bilan bog'lanishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling.